Assalomu alaykum qarindoshlar. Java'dan asosiy yurish darsimizga xush kelibsiz. Bu bizning birinchi qismlik darsimiz. Biz bu yurish darsimizda biz Java'ning 0 seviyadan boshlab, sizning burun programma asosingiz bo'lamdi, bo'lmamdi. 0 seviyadan boshlab qanda shu yuqori seviyagacha o'rganamiz. Unda bo'lsa, biz eng oldindan Java'dan azroq qisqacha tanishib chiqaylik. Java bir umumiy maqsadli programma tili, hammaga ommabop degan gap. Umumiy maqsadli program tili bo'lib, u darslikni asos qilgan, obyektga yuzlangan darslikni degan hamda. Buni men class deymiz buni. Bu class degan atalg'ini men keyin tushundiraman. Shu classni asos qilgan obyektga yuzlangan hamda imkon qadar amlilashtirishga tayinish uchun laylangan bir program tili. Java'ning qo'llanilgan programmalari odatda kompyuterning qurilmasining qanday bo'lishidan qat'iy nazar har qanday Java mavhum kompyuterda ijro bo'ladigan bytecode tuzilgan. Bu nima degan gap deganda Java qanday bu super mustaqilligiga. Uni men keltirib so'zlayman. Eng avval Java biz nima uchun Java'ni o'rganamiz desak, Java eng ehtiyoj hozir bozorda eng ehtiyojli program tili. Masalan, 2009-yillik shu Amerikadagi eng ehtiyojli program tillarini Amerika bozoridagi. Buni statslab chiqqanda Java qanda eng yuqori nisbatni egallagan. Undan qas Python, undan keyin JavaScript. Demak, Java qanda eng ehtiyojli hozir bozordagi eng ehtiyojli program tili. Shunga biz qanda Java'ni o'rganishni tanladik. Unda esa Java'ni qaysi xil shirkatlar ishlatadi deganda Java texnika, hukumat, pul muomala, saqliq saqlash, sug'urta, ma'rif, yosimchilik, hatto mudofaa ishlari qatorliq shirkatlar ishlatadi. Shu boylik jurnali Fortune 500 deymiz. Boylik jurnalida qanda 90% shirkat mush Java'ni orqa hisobga backend deydi, orqa hisobga ishlatadi. Masalan, Google, Capital One, Netflix, LinkedIn, Amazon, Intel Şemiz qanda Java'ni orqa hisobga ishlatadi. Unda esa Java nima uchun internetga ishlatishlik yuqori Java'ni ham odam ishlatadi deganda bu super mustaqilligiga. Bu qanday nima degan gap deganda mayli Mac bo'lamdi, mayli Windows bo'lamdi, mayli Linux bo'lamdi. Mushu birlam o'xshash har qanday super qanda ishlaydi bu. Bir superdan taynib qolmaydi. Shunga bu qanda internet hamma odamning olqishga erishgan. Lekin bu yerda JVM degani, bu yerda JVM men hozir tafsiliy so'zlayman. Biz Java'ni so'zlashdan burun buning JDK, JRE, JVM degan uch atalg'ini bir o'rganatmasak bo'lmaydi. Bu JDK degani Java Development Kit deydi inglizcha. Java Development Kit. Bu bir yumshoq detal ochadigan bu bir detali. Hamda buningda JRE bor. JRE degan nima deganda buning aniq JRE tushuntiray. Bu bir muhit bu. Java mangadigan bir muhit. Shunga bu inglizcha Java Runtime Environment deydi. Bu runtime deganda yurgizadigan, Java'ni yurgizadigan. Agar biz mush Java kodni qanda bytecode yurgizmoqchi bo'lsak Java'dagi. Mush JRE bilan yurgizamiz. Mush JRE qanda Java'ni yurgizadi. Hamda faqat biz mush Java'ni ham yurgizaylik, boshqa hech qanday iqtidorni ishlatmasak, mush JRE yetib boshlaydi. Lekin biz yana qanday boshqa iqtidorni ishlatamiz. Masalan, debug. Buni keyingi dars so'zlaymiz. Masalan, debug o'xshash qanday turlarini ishlatib qolsak, bu JDKda JDKning ichida ham JRE bor. Mushu Java'ni mang'uzgan ham qanday ash debug qiladigan hamma funksiyalar bor. Hamda JVM degan nima deganda JVM degan bir inglizcha Java Virtual Machine. Virtual degan qanday? Mavhum degan gap. Virtual degan qanday? Mavhum. Bu mavhum mashina. Bir mavhum mashina bu yadrosi bu mushuna bilan Java mang'adi. Hamda uning tafsilotini darslik tafsiliy so'zlayman. Hamda biz shuning uchun JDKda qanday JRE JVM'imiz bor. Shuni biz qanday JDK tushiramiz Java'ni mang'izish uchun. Unda esa biz hozir Java'ni mang'izish uchun JDK ehtiyoj qilmaymiz. Undan boshqa biz Java tayyorlagich yoki IDE Java'ni ishlatadigan yozgan qanda shu kod yozgan detallardan masalan
Eclipse var, IntelliJ var, STS var. Va uningdan boshqa sizlar qaysini ishlatayotgan bo'lsanglar, shuni tushunsak bo'ldi. Shuni ishlasak bo'ldi. Biz bu yurish darsimizda Eclipse ishlatamiz. Men unda hozir munosabatli tushiradigan JDK Eclipse'ni hozir men ko'rsataman. Diqqat qilinglar. Xohlagan bir tor ko'rgizuvchini yechib, Chrome yoki IE'ni ochamsizlar yoki Firefox'ni ochamsizlar. Bu yerga JDK deb bassanglar, shu Oracle'ning organ betini chiqarib turadi. Shu JDK'ni, ya'ni Java'ning qanday farq qilib yozuvchi Oracle guruhi. Biz bu Oracle'ninki organ betiga kiramiz. Shu organ beti Java SE kirsak bo'ldi. SE degan Standard Edition degan gap, o'lchamlik nusxasi. Buni kirib, mana qaranglar. JDK'ning qanday hamma nusxalari bor bu yerda. Biz cho'qim eng yangi bunda nusxasini tushirmoqchi bo'lsak, eng yangi nashrni. Bu Oracle'ga biz a'zo bo'lsak bo'ldi, tizimlatmasakmi? Masalan, hozir eng yangi nashr 14 ekan ku. SE 14 chiqarib olibdi. Masalan, biz 11 yoki 8ni kirgizmoqchi, tushirmoqchi bo'lsak, bu tizimlat deb chiqib qoldi. Shunga har qachon cho'qim nima deyishimiz kerak? Eng yangisi, ya'ni 14 ni. Masalan, JDK downloadni bosamiz. Bu yerga tushirsak, bizningki supimizga, sistem supimizga asosan tushiramiz. Masalan, shunga Java qanda supi mustaqilligiga degan shu. Cho'qim birlam supi tayinib qolmaydi. Siz xohlagan Mac ishlatayotgansiz, Windows mo yoki Linux olamda, xohlagan tushirib olsangiz bo'ldi. Men hozir Mac ishlatayotgan Mac DMG faylini tushiraman. Agar siz Windows ishlatgan bo'lsangiz, buni tushirsangiz bo'ldi. Buni tanlab Ma'miyatda buni tushirib bo'lgan. Tushib bo'ldi mana. Qo'sh cheksak. Ichildi. Shu buni ustiga qo'sh chekimiz. Continue. Install qachida. O'zimizning maxfiy nomerini kirgizsak. Install software yaqinda bu qachilaydi. Qachlab bo'ldi. Endi biz qanday qilamiz deganda Eclipse, ya'ni Java'ni ishlatganda Eclipse tushiramiz. Eclipse deb kirgizsak, Eclipse.org qanda mush baş organ bitmi shu Eclipse.org. Buni Eclipse ID kiraylik. Download. Eng yangi nashrimiz download qilib tushiramiz. Buni tushirish shaklim o'xshash, men buni tushirib qo'ygan. Shuni o'xshashlam ustiga chekib, hamdagidek davomli tushirsanlar qachlandi. Hamda buning ko'rinmayini ochay. Mana bu Eclipse'ning ko'rinmayini. Qachilgan keyin shuna ko'rindi. Hamda biz JDK'ni tushirdik, Eclipse'ni tushirdik. Hamda biz qanda environment variable'ni qanda tanishimsak bo'lmaydi. U ham qanda tanishamiz desanglar. Bizda men bir command tanishib qo'ydim, yozib qo'ydim. Avval qanday qilamiz deganda biz tushirgan JDK'ning ichida GRE bor. U GRE'ning ichida qanda JVM bor. Biz Macintosh'ni sanlar, Macintosh'ning library'da Java bor. Bu Java'da qanda virtual machine'ning ichida shu tushirgan JDK bor. Biz masalan 14.01 tushirdik-ku JDK'ni. Eng yangisini tushirdik-ku. Men boshqa burungi tushirganlarim chiqib turdi, ha. Unda bo'lsa biz qanday qilamiz deganda terminalni ochamiz. Mana Mac uchun. Agar siz Windows ishlatayotgan bo'lsa, Windowsning settingga kirib, advanced setting kirib, shu yerdan
environment variable'ni tanışaysizlar. Yani Java home kirgizsizlar. Ma'u Mac şuna utility'den terminal'ni içip diqqat qilinglar. Cho'qim mushu bo'yicha qilmasang chiqmaydi. Masalan, sizlar hozir Java home environment variable deydi buni inglizcha. Shu muhit harakat o'zgaruvchi miqdorni Java'nikini tanishamiz. Buni tanishalgan yoki tanishalmaydigan qanday bilmasanglar, masalan, men kodni o'chirib echo dollar Java home deb mush komandini besib enterni bossizlar. Mana men tanishaglik o'zimniki. Tanishashga mana chiqadi. Adres chiqadi. Endi tanishimsanglar qanda, sizlar unda chiqmaydi, hech kim chiqmaydi. Uni qanday tanishamiz degan chaqda. Avval mana ma komandni ostiga mush YouTube kanalining ostiga chaplab qo'yma, agar nim qilsanglar, birdan-bir yozsanglar bo'ladi, qo'linglar. Mana bu yerga chaplab enterni bosamiz. Mana chiqadi. Attention. Buni qanday? Yeni qolgan bir knopkani bossanglar, open read only edit anyway deydi. Biz buni tayyorlaymiz. Tayyorlash uchun i'ni bosamiz. Mush chiqqanda open read only edit anyway deganni i'ni bosamiz, i knopkasini. Tayyorlash chiqadi. Mana mushuni men kirgizdim-ku. Yoki mushuni 3-chi type command deydi-ku. Mishagicha kirgizsizlar. Kirgizib bo'lib qanday qilamiz deganda, ma escape knopkasi bor-ku, sol taraf eng ustidagi. Ma knopka taqsidagi sol taraf eng ustidagini bossanglar, ma'nodan bir besib o'tib, sol taraf eng ustidagini bossizlar, anadan keyin to'xtanglar. Osmichi ket. Osmichi kelib colon deydi inglizcha. WQ ni besib o'tamiz. Kichik harf bo'yicha WQ anadan keyin enterni bosamiz. Mana bu qanday qildi? Tayyorlab bo'ldi, qani kirgizdik. Yana men kirgizgandan keyin nim bos yutib mushni kirgizsizlar. Kirgizdik-ku bu ham. Endi qanday? Ma commandni ko'paytirib enterni bosamiz. Endi qo'yamda echo dollar Java home deb bossak, mana adresini chiqarib berdi. Biz qanday 14 da 01 deb ochdik-ku. Unda bo'lsa, biz JDK'ni tushirdik, Eclipse'ni tushirdik. Mana bu Eclipse'ni ko'ramiz, anadan keyin biz environment variable'ni tanishdik, ya'ni Java home'ga. Endi qanday qilamiz deganda, men shundan JDK'sini bir tanishib o'tdi. Eclipse'dan preference'ni chip Java'dan install GRE qarsanglar, bu GRE avtomatik qachindi. Biz 14 tushirgan, endi men 11 ni qachlab qo'ygan. Qachlamoqchi bo'lsam, men addim qachlaysa, ham o'zi qachlindi. Chunki JDK'ni ishlamaganda GRE bor. O'zi avtomatik qachildi. Bu qachlanib qo'ygandan keyin biz compilerdan level compliance levelni tanishib etmasak bo'lmaydi. Odatda 1.5 chiqib qolsa, tuvan bo'lib qolsa, mangmaydi bu. 11 tanishib qo'ydim, chunki men 11 olgandan keyin 8 yoki 10 yuqori tanishib qo'ysam bo'lardi. Apply close. Men bu ko'rdingiz. Endi buni projectni qanday quramiz degan chaqda new Java project bir tur quramizda, ismi qanday? Core Java deb qo'yay. Projectning ismi. Core Java demay, Basic Java deb qo'yay. Chunki ba'zi ismlar ma ishlatadigan bevosita yadroliq so'z o'rniga qolsa, aynan chiqadi. Mana bu qanday? Core Java. Asosiy o'zi biz mana qachlagan GRE bor. JRE
ma source ba mushu asasliq yüze biz hem de bununla bir class kurup koysak tunji class. Bunun nimeligini men keyin tushundirman. Mana birinchi qismli darsimiz shu yerda oxirlashdi. Biz bu qismli darsimizda JDK'ni Eclipse'ni tushirishni o'rgandik. Undan keyin environment variable'ni qanday, ya'ni Java Home'ni tanishishni o'rgandik. Undan keyin Eclipse'dan JDK'ni va compliance level'ni tanishishni o'rgandik. Bugungi darsimiz shu yergacha. Tushungan nuqtalar bo'lsa, ostiga inkas shakl qoldirib qo'ysangiz bo'ldi. Undan keyin boyamqi commandlarni terminalni men YouTube kanalining ostiga chaplab qo'yman yoki o'zingiz bir qo'ldan bossangiz bo'ldi. Undan keyin boyamqi environment variable agar Windows ishlatayotgan bo'lsanglar, u sal o'xshamaydi. Shuning asosan tanishsanglar bo'ldi yoki Google'lab izlab baxsanglar bo'ldi. Balki ma'lum burun Eclipse yoki agar boshqa IDE ishlatgan bo'lsanglar, masalan IntelliJ yoki STS degandek, o'n bo'laverdi o'xshash. Rahmat.